Asosan hurmatli obunachilar, yangi bog'dan Olsutiylik qurilish bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Shundagina yo'l ustida xalqaro yo'limiz. Mana shu uchastkamiz sotuvda. Olsutiylik tomlar yopilgan chiroyli qilib. Shuni obzor qilamiz. Truba ham o'tkazib ketilgan ekan, truba o'tkazishga kanalizatsiya qilib qo'yilgan ekan. Bismillah. Bu tarafga suv 24 soat suv to'xtamaydi. Mana bitta xonamiz. Mehmonxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu tarafga ham ikkita xona bo'lib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqqa ham xonamiz o'ziga moslashtirib bo'lib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda uyimizga yana ikkita xona. 5 tonnalik hovuzimiz qo'yilgan. Tarafga daraxtlarni ekib qo'yib, to'g'ridan qurilish qilib ketsa bo'lar ekan. Uyimiz mana ki polni xomg'ishdan qilingan. Issiq sovuqqa yaxshi xomg'ish bo'ladi. Chunki puldorlar ham ko'pi xomg'ishdan ham qilayotgani yozga salqin, qishga issiq bo'ladi. Sismopoyez qilib qo'yilgan, baquvvat qilib. Hujjatlar hammasi joyiga ekan, hujjatlarni ko'rib oldik. Bu esa hovlimiz Olsutiga joylashgan, 5 ta xonadan iborat. Gaz, svet, suvlar o'tgan, mana ki isbot bilan hammasi o'tgan. Yashab turibdi odamlar. Suvga muammo yo'q, svet ham mana ki o'tgan kakbalojda. Narxini startli 550 million so'ralmoqda. Bemalol savdo qilib olsanglar bo'ladi. Egalar nomer tayyorlab ketamiz. Real nolatga real narx beriladi, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib o'ringlar.